Ozoda Nursaidova tarqalgan videolari va eri haqida nihoyat ochiq gapirdi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videoroligimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Juda ko'p muxlislarga ega xonanda Ozoda Nursaidova ma'lum vaqt ko'rinmay qolganidan xabaringiz bor. E'tiboringizga havola etilayotgan suhbatda Ozoda Nursaidova juda ko'p savollarga javob bergan. Xonanda shuncha payt davomida bo'sh o'tirmagani, zerikishga vaqti bo'lmaganini aytdi. Jurnalistning turmushga chiqqanmisiz degan savoliga esa Ozoda Nursaidova gapni aylantirishga harakat qildi, lekin bugungi kunda yaqin insoni borligini ham yashirmadi. Tarqalgan videolari xususida esa xonanda kayfiyatim yaxshi bo'lsa mazza qilib o'ynayman. O'sha Xorazm to'yidagi mavzu necha yillardan buyon haligacha yopilmadi. Hatto onam ham o'sha videodan so'ng qand kasalini orttirib bo'lgan. Oilamiz bir hafta ichida nimalarni ko'rmadi deysiz. Aynan o'sha videodan keyin mayli men indamayman deya fikr bildirgan. Bundan tashqari Ozoda Nursaidova san'at olamidan ketishiga sababchi deb bir mashhur xonanda bilan bo'lgan voqeani ham aytib o'tdi. Taxminlarga ko'ra, aynan o'sha ayol xonanda Ozoda Nursaidova bilan raqobatlasha oladigan darajada mashhur, deyiladi xabarda. Biz bilan qoling va kanalimizni kuzatib boring.